Hammaga salom, amaratlar, makrobatlarim. Bugun biz mana bunaqa o'yin o'ynaymiz va bu eng qiyin anaqasi o'ynaymiz va har xil zonalarni almashtirib o'ynab ko'ramiz. Va boshladik. Keyin aytgancha, men o'zimni Telegram kanalimni ochdim. Men ssilkada qoldirishga harakat qilib ko'raman. Ssilkaga qarab ko'ringlar. Juda ham xursand bo'lardim agar qarasanglar. Hop, boshladik. Chiroyli gol uramiz birinchi bo'lib. Hop, 1-1. O, bizaga 2-1 уже biz yutamiz. Hop. O, 2-2. Kimdir meni podpis qildi, hop. Va yon tomondan poq deb beramiz, u qaytarib qoladi qanaqadir qilib, hop. Hop. Tezroq mashina tura qol. Yo'q. Varatalisimiz nima qilyapti bizning varatalisimiz? Hop. O't kirisi. Hop. Yo'q. Mana mashinamga nimadir qilganmi bilmadim. Mayli, hop pastga tushamiz. Bam. Уже 4 ta gol bizaga. Va men yana bitta gol uraman. Va 3-4 bo'lib turibdi. Hozircha ular yutishyapti. Hop. Bam. Orqaga qaytarib qolamiz. Bam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yes! Ura qoldim. O, 2-1. Nimadir bo'ldimi? Wow!